Boshlang'ich 30 ming dollar to'lab turib shu xonadonimizdan sotib olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, remontga bitta baho berib qo'yasiz. Xonadonimiz 5 ta xona 112 kvadratdan iborat bo'ladi. Har bitta detaliga, bittadan ranglarigacha e'tibor berib turib, akamizni chiroyli remont qilgan ekanlar. Xonadonimizdan zal qismi bo'ladi, dvoyniy zal. Xonadonimizni 5 xona, 6 xona qilingan. Bu yerda mana kirib keluvchi eshigimizni, kirganimizda shunaqa kattagina hol qismi kutib oladi. Bu yerda chiroyli qilib shkof yasatib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda sanuzelimizni bizib turib 6-xona qilingan. O'zbekona ravishda choy ichib o'tiradigan joylari shunaqa qimmat eshiklardan qo'yilgan. Bu yerda bonuslardan bittasi 2 ga 6 balkon qismimiz bo'ladi. Balkonimizda ham mebellarga e'tibor berib qo'yasizlar. Jihozlari kelishuv asosida qoldiradi. Agarda olib qoladigan bo'lsangiz, kelishadigan bo'lsangiz, kelishuv asosida qoldiradi. Bu yerda televizor qo'yish uchun joylari to'g'irlab qo'yilgan. Bu tomondan ko'radigan bo'lsak, ota-onalar yotoqxonasi o'zini ichida sanuzel bilan birgalikda bo'ladi. Va yonimizda bolalar yotoqxonasi, tashqari qaragan oynalari, rom, radiatorlar almashilgan. Uni yonginasida yana chaqalog'imizning yotoqxonasi bor. Va uni yonida umumiy sanuzelimiz bo'ladi. Spaning ichida ham sanuzeli bor. Xonadonimizda joylashgan joyga keladigan bo'lsak, Sergeli tumani, ya'ni Sergeli 6 moshina bozori orqasida 9 qavatli binoning 7-qavatida joylashgan bo'ladi. 112 kvadrat. Remontlarga bitta baho bering. 30 ming dollar bilan ipoteka qilib ham chiqazib beramiz. Xonadonimizning tan narxi 115 ming dollar so'ralyapti. Sunnatga o'tadigan joy bo'ladi. Qiziqqani bo'lsa pastda nomer qoldiraman. Telefon qo'ng'iroqda shunaqa tayyor remontli uylanmoqchi bo'lgan bolalar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar, ulgurib qolishsin.